Qo'shtepa tumanida endi mana shu kanalni bo'ylari, Zakandi bo'ylarida ko'p qalin tuman tushadi. Kunda-kunora yurishga qiyin bo'ladi. Endi bu palasalar chizilyapti. Oldin ham chizilib kelgan. Bunda palasaga qarab yuramiz, ancha yordam bo'ladi bizga. Palasalar yo'l harakati xavfsizligi tomonidan chizilyapti. Shularga katta rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Mana IB xodimlari mana yo'llarimizni palasalar chizib bizga qulaylik yaratib, tumanda bir ko'rinadigan, kechasi bir yo'limiz topadigan bo'lib, shularga rahmat. Yosh kattalar uchun juda qulay bo'lyapti hozir. Shunga rahmat. Hammalar tan joy sog' bo'lsin. Hurmatli Qo'shtepa tumani haydovchilari, yo'l transportini oldini olish, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida qancha ishlarni amalga oshiryapmiz. Bunda mana yo'llarimizni asosiy Qo'shtepa tumaniga qalin tuman tushish sababli qish mavsumiga yo'llarni chizish ishlarini olib boryapmiz. Bunda haydovchilardan iltimos shu yo'llarda yurganimizda tumanli joylarda hushyor va sergak holatda yurishlarini so'rab qolamiz.